Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Shahartepa qishlog'idan bo'laman. Familiyam Jo'rayev Xotin Bahodir bo'ladi. Mana bugun ro'za Ramazon oyi bilan hammalarini muborakbod etamiz. Shu munosabat bilan biz mana shu Shahartepa mahallamizda kam ta'minlangan ehtiyojmand ustozlar va yosh ulug' nuroniylarga iftorlik tashkilladik. Bu Shahartepa to'yxonasida bo'ladi. Bunga bizga yaqindan yordam bergan Shahartepa mahallasini tadbirkorlariga alohida bir katta rahmatimizni aytamiz. Xudo xolasa kuzatasizlar. Bugungi bo'layotgan iftorligimizni yoritib boramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Shu ishlarni boshqa joylarda ham, boshqa tumanlarda ham, hamma mahallalarda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kuzatishda davom etamiz. İki ovqatlarimiz boshlandi. Qo'lingiz dard ko'rmasin, to'g'ri aka. Tanijoningiz sog' bo'lsin aka. Shunday tinchlik yurtda yashaganimiz o'ziga bir shukr aytamiz. Mashq qilayotgan insonlarimizga fayz-barakotlar bersin. Davlatimiz tinch bo'lsin, podsholarimiz tan-jonlari sog' bo'lsin, yurtimiz osmoni musaffo bo'lsin. Ma'ruf qilayotgan insonlarimizga fayz-barakotlar bersin. Mahalla ko'yimiz tinchlik omonlikda bo'lsin. Pok Parvardigorim o'zidan begona qilmasin. Bemorlarimizga shifo komildan bersin. Ro'za Ramazon kunlari, ulug' kunlarda qilayotgan insonlar fayz-barakotini o'zi bersin. Allohu akbar. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli yurtdoshlar, mana o'g'illarimiz tomonidan taomlarimizga harakat qilish boshlandi. Kuzatishda davom etasizlar. Mana mevalarimizni xudo xolasa mana ustakamiz mana o'zlari chiroyli qilib tarelkalarga xudo xolasa tayyorlanyapti. Somorchimiz mana tayyorgarliklar olyaptilar. Mehmonlarga harakat boshlandi. Mana boklarimizga choylar qaynatilish boshlandi. Bu akamiz ona ko'mirlarni solyapti. Mana ustakalarimiz oshga, suyuq ovqatlarga harakat tayyorgarliklar bo'lyapti. Shakarot hal qilinadi. Ustalar boshladik ishlarni. Harakatlarimiz boshlandi. Xudo xolasa mana shu Shahartepa to'yxonasi bo'ladi. Xudo xolasa harakatlar davom etyapti. Bugun xudo xolasa shu insonlarning duosini olamiz. Hurmatli yurtdoshlar, harakatimizni boshladik. Bugun mana shu yerda 300 ta xonadonni xudo xolasa xursand qilamiz. Faqat sizlar bilan birgalikda ularga qilingan dasturxonlarimizni bir chiroyli qilib ko'rsating operatorimiz. Okey. Bunday yurib, nari boshdan chiqib ko'rsating mana. Hurmatli yurtdoshlar, bu ishlarda sababchisi bo'lgan Shahartepa tadbirkorlariga yana bir bor aytamanki, juda katta rahmat aytamiz. Biz bergan tashabbuslarni bular qo'llab-quvvatlab turib, shu xalqimizni rozi bo'lib yashashida o'zlarini biz bilan juda katta yordamlarini beryapti. Tadbirkorlarimiz, shahartepaliklar, tanijonlaring sog' bo'lsin, savdolaring rivojini bersin. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana biz qanday yurtda yashayapmiz? Biz bunday tinch yurtda yashayapmiz. Hamma yo'llar to'kin sochin. Faqat biz bunga shukr qilishimiz kerak. Bu uchun yurtboshimiz prezidentimizga juda katta rahmat aytamiz. Bizga yaqindan mana shu xalq ichidan chiqayotgan murojaatlarimizga Qo'shtepa tuman hokimligi tomonidan Anvar Aliyevga rahmatimizni aytamiz. Qo'shtepa tuman prokurori ukamizga rahmat aytamiz. Qo'shtepa tuman
ichki ishlar rahbari Rustamjon ukalarimizga juda katta rahmat aytamiz. Shu xalqimizdan tushayotgan murojaatlarni biz o'rtada turib rahbarlarimizga yetkazyapmiz. Bular o'zini bu murojaatlarimizni to'g'ri tushunib, mahallamizni, xalqimizni rozi bo'lib yashash yo'lida bizga yaqindan yordam beryapti. Bu uchun rayon rahbarlarimizga juda katta rahmat aytamiz. Bizam boshlandi, xudo xolasa. O'rtog'i Tanjoni sog' bo'lsin. Mana o't yoqib berayotgan akamiz ham Tanjoni sog' bo'lsin. Xalqimizga xizmatda hammalari. Ziralar olyapmiz. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana shahar tepa to'yxonasi bo'ladi. Mana boshlayapmiz. Hozir men sizlarga shu shahar tepa mahallamizni raisiga so'z beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Avvalambor barchalaringizga mana kirib kelgan Ramazon oyi bilan, barakat oyi bilan chin qalbdan tabriklayman. Barchalaringizga, xonadoningizga qut baraka, fayz omad, sog'lik, salomatlik, tinchlik tilab qolaman. Mana bugun biz Qo'shtepa tumani Shahartepa mahallamizda yurtboshimizni biz mahalla raislariga qo'ygan talablaridan kelib chiqqan holatda mahallamizdagi fuqarolarga, yosh ulug' insonlarga, otaxonlar, onaxonlarga, mahallamizdagi jamiki ehtiyojmand oilalarga bugungi kunda iftorlik dasturxonini tashkil qildik. Shu munosabat bilan biz hozirgi kundagi fuqarolarimizga, yurtdoshlarimizga shuni iltimos qilardikki, hozirgi kunda faqatgina bo'layotgan yangiliklar, chiqayotgan qaror farmonlarni joylarda ijrosi biz mahalla raislari tomonidan to'liq ijro qilinib borilyapti va bu borada xalqimizga, fuqarolarimizga men iltimos qilardim. Faqatgina shunday tinch, osuda, chiroyli zamonda yashash uchun faqat shukr qilishimiz kerak. Bu borada yurtboshimiz, mana boshimizda turgan yurtboshimizga shukrlar aytishimiz kerak. Yurtboshimiz haqlariga duolar qilishimiz kerak, sabr qilishimiz kerak. Asta-asta mana ko'ryapmiz, kundan kunga mana mahallamizda kundan kunga yangiliklar, o'zgarishlar bo'lib, mahallamiz ham chiroy ochib bormoqda. Bundan keyin mana nafaqat mana shahrimiz, yurtimiz, tumanimiz kundan kunga obod bo'lib boryapti. Buning uchun faqatgina yurtboshimizga, bizni mana tuman hokimlarimizga, rahbarlarimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Tadbirkorlarimiz mana bu borada bizga yaqindan yordam berib kelayotgan tadbirkorlarimizga ham o'zimizni alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat, sog' bo'lsin, ehsonlarni o'z dargohida qabul qilsin. Tanijoni sog' bo'lsin. Xudo xolasa biz bugungi iftorligimizni biz chiroyli qilib yoritib sizlarga ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar. Yo'q, yuringlar, yuraveringlar. Siz boshlang. Boshlaysiz. Kelinglar, kelinglar opalar, kelinglar. Kelinglar xola, kelinglar. Kelyapsizlarmi? Sog' bo'linglar. Kelinglar xola. Kelinglar, kelinglar. Keling xola, sizlar. Yuringlar. Rabbil alamin ve ya hayır nasibik rahmetike erhamer rahimin. Allah'ım şu oturuşlarımızı eksallarda teşkil kıyanlar diye muradını Allah o'zing bergin Parvardigor. Yurt olam tinch bo'lsin. Yigitlarimiz omadini bersin. Qizlarimiz baxt kamolini bersin.
Podsholarimizni ham Allohim odil qilsin, boylarimizni saxiy qilsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim hammani yuragidagi maqsadini Alloh bilguvchi ham o'zingsan, berguvchi ham o'zingsan. Hammani maqsadiga o'zing yetkazgin. Allohim shu ishlarni tashkil qilgan bolalarimni ham Alloh o'zing panohingda saqlagin, Parvardigor. Ro'zg'orlarini, baxt kamollarini bergin, ro'zg'orlarini barakotli qilgin, topgan pullari halol bo'lsin. Hamisha ham ro'zi qilayotgan ishlari xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar, tanijollaringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Yurt olamlarimiz tinch bo'lsin, osmonlarimiz musaffo bo'lsin, Parvardigori olam. Qilayotgan ishlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu iftorlarda tashkillayotgan bolalarimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin. Prezidentimiz ham umri uzoq bo'lsin, iloyim. Boshlayotgan ishlari xayrli bo'lsin, iloyim, davomli bo'lsin. Tan jonlari sog' bo'lib yurishlikda Alloh nasibi ro'za aylasin, Parvardigori olam. Hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar opalar. Xush kelibsizlar, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Kelinglar, kelinglar opalar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar opalar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. 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 Kelinglar, kelinglar. Kelinglar xola, kelinglar. Kelinglar xola, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, xush kelibsizlar. Kelinglar opalar. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. İşlerini hemen barakatli qilgin, yurtimizni tinch qilgin, osmonni musaffo qilgin, tinchligimizga ko'zlik qilmaydi. Bu tepada xizmat qilayotgan barcha rahbarlarimiz, hokimiyat ahllari, prezidentlar, hamma mutasaddi tashkilotlar Alloh taolo bularni qilayotgan xayrli ishlarga barakot bergin. Shunaqangi bir doim bir yaxshiliklar, elimizda to'ylar, shunaqangi bir yaxshiliklarda doim bir ko'rishlikni bardavom qilgin. Alloh taolo hammalarimizga o'zing bu Ramazon oylarini muborakli qilgin. Bu kunlarda toatda, ibodatda, duoda bo'lishlikni Alloh taolo barchalarimizga nasib qilgin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Xush kelibsizlar akalar. Ramazon oyi tavba oyi. Ramazon oyi ibodat oyi. Alloh taolo aytayapti, bu Ramazon Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar hoji tog'a, kelinglar, kelinglar. Kelinglar opa. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Duolarga iftorlikka bergan inson. Shuning uchun bunaqangi dasturxonni tashkil qilyapti. Ana shay'in idza fa'altumuhu tahadattum afshu salam baynakum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytdilarki, Xush kelibsizlar. Alloh taolo Rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Mana bu iymon qilamiz.
Biz Alloh taologa iymon keltirganmiz. Alloh taoloning kitoblariga iymon keltirganmiz. Dinimiz islom, kitobimiz Qur'on, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa alayhissalom qiyomatda savol javobga ovqatlarimizni berishni boshladik. Mana shu yerda mahallamizni ukaxonlarimiz hammalari mana shu yerda xizmatda. Haqqilariga duo qilasizlar. Tanijoni sog' bo'lsin, o'rtog'a. Bo'ldimi? To'rtta bo'ldimi, uchta bo'ldimi? Bo'ldimi? Uchta bo'lsin. Domlaga yuborgan. Yarim yer. Ishga bo'lmaydi. To'rtta bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mana bizni xursandchiligimizga Qo'shtepa tuman ichki ishlar rahbari tomonidan mana shu ukalarimiz bizni mehmonga jo'nashdi. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Xalqimiz xizmatida charchamaylar. Oshlarimiz mana buzilyapti, xudo xolasa. O'rtog'a. Mana yurishlar osh dahshat o'pdi mana. Bunaqa ko'pchilikka qilingan ishlar xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana shu Pur akam keltiryapti hamma yo'qda. Oshlarni hozir buzamiz. Charchas qilib. Guruch zo'r ekan-a? Guruch zo'r ekan-a? Dona olib ketdi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Kelaveringlar. Hurmatli yurtdoshlar, oshimiz pishdi. Bunaqa zamon faqat O'zbekistonda bor xolos. Yurtdoshlar, O'zbekiston degan yurtda yashaymiz. Biz shunisiga shukr qilamiz. Tinchligimiz bor, eng asosiysi. Hamma yo'q mo'l-ko'lchilik. Allohning o'ziga ming shukr. Nima deymiz? Davlat rahbarimizga rahmat deymiz. Prezidentimiz Tanijoni sog' bo'lsin. Bunday shart-sharoitlarda xalqimiz uchun yaratib beryapti. Alloh rozi bo'lsin boshimizdan. Tekillab ketibdi. Oshni qarang. Oshni qarang. Salatlarini qarang, salatlari, shakaroblar, svejiy pomidor, bodringlar. Xudo xolasa yetadi. Yetadi, xudo xolasa yetadi. Mana shu xizmat qilayotganlar hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat. Mahallamiz uchun sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Qalay Somorchaga? Choylarni vazillatyapsizmi? Tanijonlaring sog' bo'lsin. Choylarimiz to'rtta mana bog'da qaynagan. Kelinglar, oshlarga. Ukalarimiz duo qo'yinglar. Xizmat qilayotgan ukalarimiz Tanijoni sog' bo'lsin. Mana aka. Bunaqa ishlar faqat O'zbekistonda bo'ladi.
Chaqiringlar bolalar, chaqiringlar. Uzilmasin. Kelinglar vaqt yo'q. Boshlarni peshma-pesh toshinglar. Chaqiringlar bolalarni. Polis dard ko'rmasin bu o'raga. Chaqib tashlabsiz, chachib. Sog' bo'ling. كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي bu qilingan ihsonlarni o'zing dargohingda qabul qilgin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlaridek, kimda kim ro'zadorga iftorlik dasturxoni yozib bersa, shuni ajridan shu odamga ham beriladi degan gaplar kelgan. Alloh taolo shu hadislarga dohil bo'lishliklarini o'zing nasib qilgin. Mana har yili yurtboshimiz tomonidan shunaqangi mahallalarda iftorlik dasturxonlari tashkil qilinyapti. Alloh taolo o'zingdan so'raymizki, bu yurtboshimizni ham qilayotgan barcha xayrli ishlariga barakot bergin, umrlarini uzoq qilgin, doim tepamizda shunaqangi bir yaxshi ishlarda bardavom bo'lishligini nasib qilgin. Bu Shomirza Shahartepa mahallamizdagi barcha ulug'larimiz o'tiribdilar. Bularni ham umrlariga barakot bergin, xonadonlariga, farzand nabiralariga barakot bergin, zurriyotlariga solih farzandlar chiqargin. Hammalarimizni qilayotgan ishlarimizga, kasb-ko'rlarimizga barakot bergin. Alloh taolo o'zingdan so'raymizki, mana jamoatlarimiz ixlos muhabbatda qo'llarini duoga ochib turibdilar. Hammalarimizni qalbimizdan xabardor bo'lgan zotsan. Tilimiz bilan ayta olmayotgan qalbimizdagi duolarimiz bor, o'zingga ayon. Ya Robbi, mana bularni ijobat qiling. Mana mahallamiz raislari Sirojjon akamiz bir qancha yillardan beri shu mahallamizda xizmat qilyaptilar. Bu akamizdan ham o'zing rozi bo'lgin. Mana otalari bemor ekanlar, o'zing shifoi komil bergin. Doim ustilarida duogo'ylar bo'lib yurishni nasib qilgin. Alloh taolo bu tutayotgan ro'zalarimizni qiyomatda o'zimizni foydamizga hujjat qilgin. Barcha shu mahallamizni ulug'larini tan jon sog' qilgin. Alloh taolo hammalarimizga ikki dunyo saodat nasib qilgin. Varzuqna shafa'atahu yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rohim. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, xizmat qilganlar haqida duo qiling. Alloh taolo o'zingiz bu xizmat qilganlardan rozi bo'ling. Man hadama xudima degan gaplar bor. Kim xizmat qilsa, unga ham xizmat qilinadi. Bu xizmat qilgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni qalblari, duolari bor, istaklari bor. O'zingga ayon, bilib turibsan, Alloh taolo o'zing ijobat qilgin. Zurriyotlaridan ahli Qur'on, ahli xodim, elimizga, dinimizga, ota-onasiga xizmat qiladigan
ko'rganda ko'zini quvonchi bo'ladigan solih zurriyatlar ato qilgin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in ya arhamar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, katta rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Qo'shtog'a, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Kelganlaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar hoji aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar hoji aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Zokir aka, sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat Qosil aka, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Opalar, sog' bo'linglar. Xush ko'rdik, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Opa, sog' bo'ling, opa, sog' bo'ling, sog' bo'ling, opa. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Rahmat, hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, opa. Sog' bo'linglar, opalar. Rahmat, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p. Sog' bo'linglar, opalar. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. 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 Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, opa, rahmat. Sog' bo'linglar, xola, rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar, rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Mana bugungi iftorligimiz ham yakuniga yetdi. Bu videoni ko'rganlar murodi maqsadga yetsin. Yaxshi kunlar yurtimizda juda ko'p bo'lsin. Yana bir bor aytamiz. Yurtboshimiz Tanijonlari sog' bo'lsin. O'zbekistonimiz gullab yashnab boraversin. Bu ishga yaqindan yordam bergan tadbirkorlarimizni Tanijoni sog' bo'lsin. Katta rahmat aytamiz yana bir bora tadbirkorlarimizga. Rahmat.